Hoy, nima qilmoqchisan? Bu Yuxu saroyi. Sekim kelib ketdi. Kotiba, uni kiyim almashtirish xonasiga olib bor. Nima? Men kiyim almashtirmoqchi emasman-ku. Kiyim almashtirish degan gap hojatxonaga borish degani. Ilohiy zotlar ham hojat qiladimi? Bu muqaddas joy, shovqin qilma. Hojatxona qayerda o'zi? Chidab bo'lmayapti axir. Hoy, opa, meni kiting. Voy, Chiroyli ekansiz. men kiyimimni almashtirishim kerak. Sen o'zing bor. Bu Kunlunning ilohiy nektari ajoyib ichimlik. Uni to'plash uchun odatda yarim yil kerak bo'ladi. Ammo bugun borib qarashda u to'lib turgan ekan. Ba'zan omad keladi. Sen haqiqatan omadli ekansan, ajoyib insonsan-da. Nima deyapsan? Suvni qanday ichishni ham bilmaysanmi? Bu shogirdim juda qo'pol, buning uchun uzr so'rayman. Suvga siyvorganman. Bu ustoz ham qo'pol ekan. Uzr.